Amaliyot shuni isbotladiki, odam uxlaganda odam badani xo'rgan energiyani asliga keltirdi. Bu chog'da koni hujayralar yangi hujayralar bilan almashidi. Undaqda siz uzun vaqt uxlamasangiz nima ish yuz berdi? Uxlamagan 12 soat ichida siz ozroq og'riqlik his qilasiz, lekin hech qanday masala ko'rilmaydi. Uxlamagan 24 soat ichida sizda hech qanday cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Hatto ajoyib ruhliq sezim paydo bo'ladi. Chunki uyqusizlik cho'ng miyaning o'tira miya girvikini g'idiqlab, sizni xushallik va hayotiy kuchga to'lgandek his qildirdi. Lekin bu sezim uzoq davomlashmaydi. 24 soatdan keyin inkosingiz ostilab, cho'ng miya nima ish qilayotganligingizni unutishga boshlaydi. Yo'lda mangsangiz boshqalar qarmoqda siz xuddi aroq ichib irg'anishib mangandek, as o'shingizni yo'qitib qo'ygandek ko'rinsiz. 48 soatdan keyin badan funksiyasi taqilishga boshlaydi ham muvofiq holda energiya bilan ta'minlashni to'xtatadi. Bu vaqtda chiroyingiz tatirib oqirib ketadi. Ko'zlaringiz bo'lsa uyqusizlikdan qiziradi. Yana nurg'un reaksiyalar yuz qismingizdagi qovruqlarni ro'shanlashtirib yetadi. 72 soatdan keyin sarang bo'lib qolgandek hissiyotga kelasiz. Uyqusizlik cho'ng miyangizni vayron qiladi. Badan o'zining oqsilini parchalab, badan iqtidorini buzishga boshlaydi. Bundan boshqa sizning badaningiz davomli sarf qilish mumkin bo'lgan energiyani ishlatib tugatadi. Taxminan bir haftadan keyin sizning immunot kuchingiz odatdan tashqari ojizlab ketadi. Bu chog'da balkim odatdagi zukammo sizning o'lib ketishingizni kelib chiqarishi mumkin. Taxminan 2 haftadan keyin badan iqtidoringiz oxirgi chekka yetadi. Bu chog'da siz balkim yurak kasali bilan o'lib ketishingiz mumkin. Agar badaningizda ortiq yog' va muskul bo'lsa, necha kun ortiq yashashingiz mumkin. Shunga hargizmi uxlamaslikqa jang e'lon qilmang. Chunki siz 2 kunga bardoshlik bera olmaysiz. Quromiga yetganlar har kuni 6 soatdan 8 soatgacha uxlashni odat qilish kerak. O'zingizning salomatligi uchun qo'lingizdagi telefonni qo'yib baldur aram eling.